Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid, ya'ni hadislar to'plami nomli kitobining 5-tomi. Biz jazo ijro qilish bo'limini o'qiyotimiz. Kelgan yerdan davomlashtiramiz. İmam Malik'nin rivayetinde Zeyd ibn Aslam radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimki dinini özgertken onun boynunu şepinlar degan. İmam Malik radhiyallahu anhu mundaq deydi. Bizning qarshimizcha haqiqatni Allah biladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sözünün ma'nosi İslam dinini tashlab boshqa dinga chiqib ketgan zindiq, munofiqlarga o'xshash kishilarning kallasini chepinlar deganlik bo'ladi. Shunga bundaq kishilarning tövbe qilishini kutmayli o'ltirish kerak. Chunki bularning ras yoki yolg'ondan tövbe qilganligini bilgili bo'lmaydi. Ular qalbida kufrni saqlab, og'izda iymon etib qo'ydi. Shuning uchun mening qarshimcha ularni o'ltirishdan burun tövbe qil deyishning hojati yo'q. Tövbe qildim desimi so'zi e'tibor qilinmaydi. Ammo islom dinini tashlab boshqa bir dinga kirgan va u dinga kirganligini boshqalarga e'lon qilgan kishini avval tövbe qilishga chaqirish, tövbe qilishga unumaganda ondan o'ltirish kerak. Ya'ni ularni avval islomga da'vat qilish va tavba qilishni talab qilish kerak. Agar tavba qilsa, tavbasi qabul qilinadi. Agar tavba qilg'ili va islom dinini qayta qilib unumasa, ondan o'ltirildi. Bizning qarshimizcha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zdan Yahudi dinidagilar xristian bo'lsa, yoki xristian dinidagilar Yahudi bo'lsa va yoki har qanday bir din egisi dinni o'zgarsa, ularning kallasi chepinlar deganni maqsad qilgan emas. Bu yerdagi dindan faqat islom dini maqsad qilingan. Shuning uchun hadisning ma'nosi islom dinidan chiqib boshqa bir dinga kirgan va o'zining shu qilmishini ochiq-oshkor e'lon qilgan kishilarning kallasini chepinglar degan bo'ladi. Bu mening tushuncham. Alloh taolo to'g'risini bilguchidir. İmam Malik'ning rivoyatida Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Qarir dadasidan mundaq deydi. Bir kishi Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning yenidan Umar radhiyallohu anhuning yoniga keldi. Ömer radhiyallohu anhu onundan ular tarafdagi kishilarning ahvolini so'radi. U kishi ularning xabarini yetkazgandan keyin Ömer radhiyallohu anhu boshqacharoq ahvollar yuz berdimi deb so'ragan edi. U kishi bo'ldi. Bir kishi iymondan etgandan keyin islom dinida yarim kafir bo'ldi dedi. Ömer radhiyallohu anhu uni qanday qildinglar deb so'ragan edi. U biz uni elib kelib kallasini oldik dedi. Ömer radhiyallohu anhu sizlar uni 3 kun so'lab qo'yib, kuniga bir non berib tavba qilishga unisanglar bo'lmasmidi? Tavba qilib Allohning diniga qaytib qolsa ajab emas-ku dedi. Ondan "Ey Alloh, men bu ishga qatnashmadim, buyruqmi qilmadim, menga xabar yetkazgandimmi, bu ishni qo'llamadim" dedi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ikrima radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ali radhiyallohu anhuning yeniga dindan qaytgan zindiqlar keltirilgan edi. Hazrat Ali ularni ko'ydirib etdi. Bu ishdan xabar topgan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma men bo'lgan bo'lsam ularni ko'ydirmaydim. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar Allohning azobi bilan, ya'ni o'tni ko'ydirib azoblash usuli bilan boshqalarni azoblamanglar deb bunday qilishdan cheklagan. Shunga men ularni payg'ambar alayhissalomning kimki dinni o'zgartirgan uni o'ltiringlar degan asosan o'ltiratdim dedi. Abu Davudning rivoyatida Harisa ibn Muzarribdan bunday rivoyat qilindi. Men Abdullah radhiyallohu anhuning yoniga kelib mening arablardan hech biri bilan dushmanligim yo'q edi. Bani Hanifa qabilasining masjidining yanında o'tib ketib qarasam ular Musaylimani payg'ambar deb e'lon qildi ekan dedi. Abdullah radhiyallohu anhu ularni elib kelishga odam evatdi. Ular elib kelingandan keyin tavba qilib islom diniga qaytishga da'vat qildi. Ammo ularning ichidagi Ibn Nawwaha degan kishini tavbaga da'vat qilmasdilar. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sana sen elchi bo'lmagan bo'lsang kallangni olgan bo'lardim deganligini anglagan edim. Sen bugun elchi emas dedi va Qaraza ibn Ka'bni uning kallasini ishq buyurdi. Qaraza bozorning o'rtasida uning kallasini oldi. Ondan Ibn Nawwahaning jasadini ko'rish xohlaydiganlar bo'lsa, uning jasadi bozorda deb jakarladi. Darimining rivoyatida Ibn Muayz Said mundaq deydi. Bir kuni attigini etimni jabtirib mashq qildirish uchun sirq chiqdim va Bani Hanifa qabilasining masjidlaridan birining yanında o'tib ketib, ularning Musaylima Allohning payg'ambaridir deb shahodat aytayotganligini anglab qoldim va darhol Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning yoniga qaytib berib,
Ko'rganlarimni ma'lum qildim. Abdullah roziyallohu anhu amonlik xodimlarini avatib ularni tutib keldi. Ular tavba qilib, Musaylima Allohning payg'ambari degan so'zlardan yandi. Shuning bilan Abdullah roziyallohu anhu ularni qo'yib etdi. Ammo ularning ichidan Abdullah ibn Navvaha ismli birini so'rab chiqib kallasini oldi. Atrofdagilar boshqalarni qo'yib berib, buni o'ltirganing nimasi deb so'rashdi. Abdullah roziyallohu anhu bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanında o'ltiratdim. To'satdim bu odam yana biri bilan payg'ambar alayhisolamning yoniga Musaylimaning elchisi bo'lib kirdi. Payg'ambar alayhisolam bu kishisiga sizlar mening Allohning elchisi ekanligimga guvohlik beramsizlar deganda bular sen Musaylimaning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik beramsan deyishdi. Payg'ambar alayhisolam men Allohga va Alloh avatgan barliq payg'ambarlarga iymon keltirman. Elchi o'lim bo'lgan bo'lsa men sizlarni o'ltirib o'tgan bo'lardim dedi. Men buni ana shuning uchun o'ltirdim dedi va buyruq berib ularning masjidni o'rib tashlab etdi. İmam Buxariyning rivoyatida Qatada mundaq deydi. Anas radhiyallohu anhu bizga hadis so'zlab berib mundaq degan. Ukil va Uzayna qabilasidan bir qancha kishi Madinaga kelib iymon etdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bay'at qildi. Ko'p o'tmay ular: "Ey Rasululloh, biz yurtimizda dehqonchilik qilmay chorvachilik qilatdik" deyishdi va Madinaning havosi bilan kelisholmaganliklarini aytib shikoyat qilishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha tuyoq tugi bilan bir podishini ajratib, ularni podichi bilan birga chiqib bu tugilarning suti va suydigidan ichishga buyurdi. Ular Harra degan joyning bir tarafiga kelganda islomda yenib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning podichisini o'ltirib etdi va tugilarni haydab elib ketdi. Bu ishdan xabar topgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam darhol odam evatib ularni tutib keldi va sahobalarga ularning ko'zlarini qo'yib, putqo'llarini kesib tashlashga buyurdi. Ular Harra degan joyning bir tarafiga elib berilib toki o'ligicha shu put tashlab qo'yildi. Qatada mundaq deydi. Bizga yetishicha bu voqeadan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sadiq qilish undaydi. O'ldirilgan kishining put qo'llari va og'iz burunlari qatorliq organlarini kesib, jasadga buzg'unchilik qilishni cheklaydi. Imom Buxariyning yana bir rivoyatida Qatada mundaq degan. Muhammad ibn Sirinning so'zlab berishicha bu voqea jinoyatlarning jazo o'lchami nozil qilinishidan burun bo'lgan ekan. Imom Buxariyning rivoyatida ularning qo'llarini va putlarini kesdi, ko'zlarini qo'yib etdi va ularni Harra degan yerga sho'pib tashlab qo'ydi. Ular ussizlikdan toshni yalishib ketdi deb kelgan. Imom Buxoriydagi yana bir rivoyatda bunday deydi. Menga yetishicha Hajjaj ibn Yusuf Anas raziyallohu anhuga sen menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ijro qilgan eng qattiq jazo to'liq hadis so'zlab bergan degan edi. Anas radhiyallohu anhu uningga yuqori qadam so'zlab berdi. Bu qissa Hasan Basriga ketganda u kashki Anas bu voqeani Hajjajga deb bermagan bo'lsa dedi. Imom Muslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularning ko'zlarini qo'yib o'tishga sabab ularmi padishning ko'zlarini qo'yib o'tgan edi. Buxariyda Abu Qalaba mundaq deydi. Ular o'g'irlik qildi, odam o'ltirdi, iymon etib bo'lib kofirlik qaytdi. Alloh va Allohning rasuliga urush e'lon qildi. Buxoriydagi yana bir rivoyat mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyruq qilib bir qancha mixni qizitdi. Shu mixlar bilan ularning ko'zlariga surum tatdi. Ularning put-qo'llarini kesib, dog'lamay tashlab qo'ydi. İbn Majahning rivoyatida Bahz ibn Hakim dadisi orqali bo'lsa-da payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo iymon etgandan keyin mushriklikka qaytgan odamning hech bir amalini toki u mushriklarni tashlab musulmonlarga qaytilmaguncha qabul qilmaydi. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Bir ko'ra odamning bir dedki bor bo'lib, u dedak payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tillaydi va nihoyat bo'lmag'ur so'zlarni qiladi. Xo'jayini uni to'simi to'xtamaydi. Qaysimi uning so'zini tinglamaydi. Bir kechasi u dedak yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qadar bo'lmag'ur so'zlarni qilib tillashga boshlagan edi. Xo'jayini bir xanjarni olib uning qo'rsiga tiqdi. Orqasidan o'zini u dedakning ustiga tashlab uni o'ldirib etdi. Bu araliqda u xotinning qo'rsiga bola yerga tushdi. Qan uyning ichki narsalarni bulg'ab etdi. Bu voqeadan elchisi saharda xabar topgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jamoatni to'plab Allohning nomi bilan o'tinib qolay. Bu ishni qilgan va men itoat qilish majburiyati bor bo'lgan odam o'rnidan tursin dedi. Shuning bilan ko'r odam titirgan peti o'rnidan turdi va kishilarni aralab o'tib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib o'ltirib
Ey Rasulullah, onu men öldürdüm. O hodun seni tıllaydı ve senin hakkında bulunma sizlerini kılattı. Men onu tostamı toxtamaydı. Kaysamı sözümü tanışmaydı. Lekin o bana bekim köynetti. Onundan göherde iki oğlumu var. Tünügün akşam o seni yana tıllap bulunma sizlerini kılgıltırdı. Şunun bilen xanjarni elip qo'rqitga tiqdim ve o'zimni uning ustiga otdim. Shunday qilib uni o'ltirib etdim dedi. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey xaloyiq, guvoh bo'lib qo'yinglarki, bu xotinning xuni bekor qilindi" dedi. Ebu Davud'un rivayetinde Abu Berza mındaqlaydı. Bir günü Abu Bekir raziyallahu anhu'nun önünde oturatdım. O biriga bekma açılandı. Şunun bilen men ey Rasulullah'ın halifesi. Bana ruhsat kılsan onun kalısını alay dedim. Bu sözüm bilen açığı besilgandek boldu da orundan turup büyük kirip ketdi. Keyin meni çağırtıptı. Yanıma kirgenimde sen bay neme degan eding deb so'radi. Men ruhsat qilib berib uning kalısını alay degan edim dedim. Abu Bekir raziyallahu anhu ruhsat qilgan bo'lsam, rasulna qilamting dedi. Men desam, u yo'q, unda qilishq bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hech kimning bunda qilishga buyurish yoki ruxsat bir sharti yo'q dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.